Hammaga assalomu alaykum Azizbek Webining obunachilari. Bugungi videoda biz sizlar qidirgan lekin sizlar topolmagan top 5 ta Minecraftdagi eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz bo'ldi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, sizlarga kerak bo'ladi. Aytgancha videodagi hamma modlarni men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kommentariyada ham описаниеda bo'ladi. Bir kanal nishonlaymiz, obuna bo'linglar. Kanalda ketdi. Xo'p, bolanda bizning birinchi modimiz adashib ketdim. Qurol aslahalar modi. Buni ko'rib turibsizlar, mana qo'yadigan prям zo'r turadi. Bomba mana portlaydi ham. Avtomat ko'rib turibsizlar, qanaqadir bir zo'r avtomat ekan. Cho'chqani otib ko'ramiz buni tekshirish uchun. Hoppa, o'ladi. Ko'rasizlar, bolalar serial uchun ayni muddo. Hop, buni olmadim. Mana ko'rib turibsizlar, zo'r otadi. Bom o'qlaymiz, qaranglar. Hoppa, qarab turinglar. Sekin mo'ljallab bom. Mo'ljalligim ozgina yo'q, shuning uchun. Hop, bu modlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hop, ko'r. Vau, qaranglar, o'qlanishlari ham zo'r deb, voy dod. O'q mana shu yerda bo'ladi, menga oxirgi tushinglar mana. Bizda o'nlab anaqa qurollar bor, mana kiyimimni ko'ringlar. Dash kiyimim bor, birga bir tushgan. Hammasini xohlaganinglarni olib o'qlab ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol serial olsanglar ham bo'ladi bolalar. Biz unda ikkinchi modga ketdik. Tak bolalar, mana biz endi ikkinchi modimizga o'tib oldik. Ikkinchi modimizda mana pichoq, oshxona jihozlar mod, jihoz emas, yeguliklar jihozlar. Mana biz chashka, pichoq deysiz, mana gazdagi suv, pizza, yana gazli qozonda, mana chashka, tort bor, tort, tasavvurlasam tort. O'rtog'idan tug'ilgan kuniga padarka qilib qo'yinglar bolalar, mana sabzimi, sabzi ekan bu. Hop, mana shuncha mod ko'ryapsizlar, bu hali ko'p bolalar, menyu orqali mana bashida blok mana bundoq qilib kirib topsanglar bo'ladi. Ichimlikmi, ovqatmi, hammasini sheydan olsanglar bo'ladi. Modda o'zinglar saqlanib qolinglar, tortib olasiz. Bolalar mana ko'ryapsizlarmi? Vau, menga ham yoqdi. Biz keyingi modga ketdik. Hop, olatda do'stimiz Uzcraft degan yangi Telegram kanal ochdilar. Mana shu kanalga kirib, maksimal podpishka qilamiz. Bu kanalda sizlar Java hamda Bedrock'ga serverda kirib bemalol o'ynasanglar bo'ladi bolalar. Telegram kanal silkasi описаниеda kirib maksimal podpishka qilamiz. Bu kanalda sizlar Java hamda Bedrock'ga serverda kirib bemalol o'ynasanglar bo'ladi bolalar. Telegram kanal silkasi описаниеda bo'ladi. Hop bolalar, mana ko'rib turibsizlar, bizda ham endi 3-modimizga o'tib oldik. 3-modimizda bu chodir modi. Buni qaranglar, chodir, mana bitta qozon qaynayapti. Bu menimcha salqin qiladigan chodir oldiga qo'yib qo'yasizlar. Hop, bu taxtaga yog'och, qarich o'sha daraxt deganda, bu ana kattani qorasi, kichkinani bu ovqat, sho'rva, adashmasam sho'rva ovqat, tilla turibdi gavichlarga o'xshab. Mana bu sumkamizga ko'rib turibsizlar, sumka ham bor dashi. Bolalar, mod juda zo'r ekan. Do'stim bilan, ukam bilan, jiyanim bilan yoki akam bilan qarchi vijvaniya qildik, sayohatga chiqdik degan video olsanglar bo'ladi bolalar. Ko'ryapsizlar, yuklab olsanglar ham bo'ladi bemalol. O'tib zo'r mod ekan, ishlatinglar, zerikmaysizlar bolalar. Wow, просто men yomon maza qildim mod ishlatib. Biz unda vaqtizdan keyin modga ketamiz bolalar. Qarchi bolalar, mana biz ham mana 4-modga keldik. Bu mod hayvonlar modi. Wow, qaranglar hayvonlarni. Yalqov. Voy, kivimida buni medismi? Vata ovozi. O'shda aligi ekan ovozi. Nima edi? Allaka movet deydi o'sha hayvon. Bu qanaqadir qizil qush, nima esimda yo'q qarchi. Mana morj, menimcha mushiga morj qarchi. Va ucharkan mana. Voy, men shuni ko'rmagan ekanman. Vallahi mana bu suvda yuradilar ekan, haligi suvda bitta oyog'ini ko'tarib olib yuradigan narsa. Mana bu haligi 8 oyoq. Adashmasam, 8 oyoq.
Давайте 8 oyog'i suvga qo'yib ko'ramiz, bolalar. Oyoq ishla, qo'yib ko'ramiz. Qo'yil. Bu qo'yildi. Endi morjni qo'yamiz. Morjni qo'yib ko'ramiz. Bolalar, unda biz keyingi modga ketdik. Xo'p, bolalar, endi bizning 5-chi, ya'ni oxirgi modimiz mana bunaqa kompyuter, stul degan narsa. Bu asosiy gamer uchun mana qaranglar, kompyuter, notebook, mana notebook, kompyuter, stul ham qaranglar, stul o'zini saqlama, o'sib turib o'tiramiz qaranglar. Daryo tashqam qilib desanglar bo'ladi stulda, xohlagan joylarga buni qaranglar, bir-biridan yaxshi zo'r notebooklar, mana ustiga bossangiz shuna deydi, yes fixni olsangizlar, endi men aniqlikni ko'rsata olmayman. Juda zo'r mod ekan. Bemalol o'sha ko'pchilikka kerak bu mod. Aniq bu modni ko'pchilik izlagan. Topa olmagansizlar. Endi men kanalimdan, Telegram kanalimdan topasizlar, bolalar. Buni qaranglar. Bunday tushadi har xil. Istaganinglarda qaysi bor, bolalar. Qaranglar. Mana menyudan o'tib qaranglar, buni qaranglar. Allohdan kelib pastga tushadi. Stullar bor, bolalar, ko'rsizlar. Albatta hamma modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Xo'p, bolalar, mana sizlar uchun shuncha harakat qilib, shuncha modlarni olib kelib, haligi qildim modlar Telegram kanalida. Bolalar, sezgan bo'lsangiz shu kungacha, ya'ni shu vaqtgacha sizlardan umuman obuna bo'ling yoki like bosing deb so'radim. Shuning uchun sizlardan iltimos, bolalar, obuna bilan like bosamiz. Agar 30 ta likedan, yo'q, davlat 50 ta likedan keyin sразу ikkinchi qism chiqadi. Ikkinchi qism mas'alli bo'ladi. Hammaga rahmat.